maddi və mənəvi həyatımızın yarqın julası. Ənənə və zamanıvilikning baş qoşqan payti. Qani chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' arzu, buyuk gullanish. İstak şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatkan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alayida qo'llagan. Muşundaq tonuşning muştaq bir xohishning shakllanishida yana ota-onalarning mas'uliyatini ait egilib. Demek bizim ota-onalarimiz ziyoda farzandlarga bo'lgan berişlash. Bunu men bir materialda ko'rdim, söygüge tunjuqtirish deb atildi ekan. Ni ayday. Bu mu hesapda bir farzandni halokat ishlagan. To'g'ri emas, masalan bir tashtak gulgimi bu gulning suvni qanchalik iste'mol qildi, kunni qanchalik iste'mol qildigan o'lchimi bor. Suv kerak gulga deb piyversin sesib ketgandek ish u. Balalarning o'ziga xos bo'lgan yetilishi va ehtiyoji bor. Shu bo'yicha bizning vaqtimizda ota-onalarimiz hamma nimaga chidashni o'rgatgan. Endi hozirgi vaqtda ota-onalar to'g'ri moddiy ota-ona bakchi qilib ketdi-ku. Ma'naviyatga diqqat qilmay, moddiyatga hamma nimani to'liq qilib berdim deb ota-ona bilan balaning o'rni almashib qolyotdi. Ota-ona to'g'ri moddiy sharoitni yaratib berish bizning mas'uliyatimiz. Lekin ma'naviyatda bola qanchalik ehtiyojli. Uningga qaramay balalarni rohatparast qilib ko'ndirib qo'yg'ashqa, balalarni nima ish qilamiz u japani? Birsini ashta maslahat akasi ashtagan. Muallim tirishmaysa deydi, imtihon berma, men tirishim mumkin, lekin hamma nimani batusini ish tirishim. Mashina olib qo'ydi. Uy tayyor bo'ldi akukishimizga. Hamma nimamiz batusma, ya'ni tirishib, o'qib, bilim ilib. Zaruriyati bormi? Bu nayt oddiy. 14-15 yoshlik bolaga nisbatan nayt bir ansiz hukm. Lekin rost gap bu. Hamma narsani tayyor qilib qo'ysa, nimaga amaliyotda ba'zida bisim bo'lish kerak. U bir harakatlantirish kuch. Lekin u bisimni harakatlantirish kuch qilmay, uni rostli bisim qilib olsak, bolalar qilmaydi shu. Biz voz kechmaydik. O'zlik tirishdik. Hozirgi bolalar osonla alsirab qoldi. Chunki uning 9 ni talqi cho'ng qildi-da. Ularning idisidan ota-onaning bir ufqumi to'g'ri emas. Men ota-ona sen kelgusida o'zingning o'ydidan chiqib bo'lgandan keyin biz senga qarashchiqchimi degan uchurni berish kerak. Bizga ota-onamiz shuna bergan. Ham shunda qilish zaruriyati bor. Lekin hozir sang'ili deb qilayotgan bu boshqa. Endi ota-ona bo'g'uchimi balani ashta ko'ndirib qo'yib, keyin unda qilma desa bola unmaydi. Shunga balalarni o'zining mas'uliyatidan kechish bor. Kechish bor. Shuni bardosh bermaydi. Ifodalamagan bilan mantiq berish kerak. Sen men qarashing kerak. Sen ega menga degan bir talab bor-da har zamonda. Shu bu jihatdan ota-onalarningki yana shu sagakrak bo'lishi, yana yoshlardan ranjimay, bo'sham bo'lib ketdi deb o'zimiz zarlab qo'yamiz. El Kaynak murasim paranglari. Ben o'ylayman hamda agar bir maktab bitirib, hozir hamda erkin xizmat muhiti, jamiyatning hozirgi taraqqiyoti o'z xohishiga tanlashiga erkin bo'lib ketdi. Balkim muqim bir xizmatga darrov kirib olmasligi mumkin. O'z oldiga elektriklanadigan arzudagi yoshlar ham ko'payib ketdi. 30 yoshlargacha shu oiladan ayrilmaydi. Misol bolam bo'lgandan keyin navarsa aka, oshlarni tayyor. Qanday qiladi endi hozir deb bu jihatdan to'g'ri bir ota-onaning mehri nuqtasidan. Lekin men o'ylayman, ba'zi yoshli bolalarım kelib qoldi endi bizning endi bolalar shunday, "Aka, qanday qilamiz bu yosh cho'ngib ketib bordi" deb qilsa bo'ldi. Shu. Hozir ish qilayotgan bolalar bo'lmasa, nerede? Cho'ng uyda. Bir ham cho'qim hamma narsani vermay güzel, mükemmel o'ylab bo'lgan bir ishlarda ham ota-onalarning hamma taqraq bo'lib bergan bo'lsa, uyimi bo'lsa, uning boshqa sharoitlarimi yozish hamma tayyor bo'lsa, u bir qadamdan bo'lmasa, uning qimmatimi, qadrim bo'lmaydi degan gap. Shuning eng avval bir ijara uy elib, to'g'ri. Yolg'iz yashasanglarmi, bir yashab baqsanglar, nima asos lozimiyatlar ketadi bir uyga. Muşini bir yıl bulamdı, qancha vaqt bardosh bera olayman, o'zimizning mening iqtisodimni qancha yetkaza olayman, o'zim yolg'iz zodi bir oilaga ega bo'lsam, o'disidan chiqa olaman degan mushi bir sinoqni o'tkazib boqmasanglar, haligacha uni jur'at qilmasanglar, qanday nerdan keldi o'g'ton? To'g'ri. Tegmaydi-da albatta. Cho'nglar burun balalarga ochiq kelib qolsa, hep
Özüm ayrım morudun ıs çıkıp bakan deydiken to. Öğütüp bakandı biliriz diyende. Farzandlarni ko'proq ishtirish kerak ekanmish. Mustaqil turmush kechirish imkoniyatiga ishtirish kerak ekan. Bu rahimsizlik emas. To'g'ri. Shunga hozirgi yoshlar bekbatxaz. Ularda hech qanday iqtisodiy besimi yo'q. Farzandlarini ikki ayolning to'liq boqidi. Ular haftaning oraliqlarida xizmat qilib, vaqti chiqsa ham yakshanba kelib bolasini bir 2 soat beqib qo'yib, qarab qo'yib, uningdan boshqa vaqtda o'zining faoliyatlarini qildi. Uy bor, mashina bor. Unda bo'lgandan keyin bular huzurlanishdan boshqa nima ishi bor bular? Huzurlanishdan boshqa hech qanday ish yo'q ekan da o'ylasak. Shunga bekbatxaz. Shu to'r sohasining savdo setiqninki hamda iqtisodniki gullangani yaxshi. Biroq shu jihatdagi yoshlarningki badxajligi haddidan ziyoda og'ir. Lekin qadriga yetmaydi. Masala mushtaq ota-onasi beqbergan bolalardan chiqadi hozir. U o'zining ota-onasi bor badanchi, o'zining onasi bilan bog'liqlik 9 oy 9 kun qo'saq ko'taygan, anotki 3 yoshgacha, 3 oylikgacha deb dadasining ovozini to'lib mushtaq ko'ngan bola asli o'zining onasining yonida, dadasining yonida turish kerak. Lekin endi sharoitlarda yetmedi ishlayman u bu degan sabablar bilan balani cho'ng uyga berib atadi. Men deyman, cho'ng uy bas bo'ladi, cho'nglar yordamchi bas bo'lish sharoit yor bergan sharoitda. Lekin butunlay qo'yib qo'yish yetarli emas. Cho'nglarning balani kuyunib beqishi bilan yoshlarning tarbiyasi o'xshamaydi. Yoshlar 7 yoshga kirgan chaqda balani maktabga bergandil akilib, mana bo'lish kerak, topshiriq ishlar u ana bo'g'icha ana boshqurdi. Lekin cho'nglar faqat muhabbatli berdi balaga. Am balalar kechki cho'ng uyga yuguraydi. Ammo ananing boshqurish, cho'ng dadasi cho'ng opasining boshqurishi bilan ma o'kaganining boshqurishi yaxshi bo'lmagandan keyin ularning tabiati rahatni izlaydi. Shuning bilan chiqishamaydi, ixtilof kelib chiqadi. Amdan balaning jiqilganini, qo'pqinni, yutilib ketganini, qiqilib qolganini ko'rmagan u ana ma balaga qaysi xil shaklda kuyinishni bilmaydi. U faqat aqliy nuqtadan mana o'rganish kerak, mana bo'lish kerakli deydi. Shuning ma qalb tutashmaydi. Orliq uzilib ketadi. Hozir men endi ko'pinchalik shu 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning tarbiyasini tutyapman. Yiyujing degan mod bo'lib ketdi, endi xomushlik kesili. Endi kesal bo'lsin, mush yoshlik vaqtida bolalarda o'zgarish bo'ladi. Masala chiqayotgan bola dal cho'ngaplar boqqan bola. Masalan, men navrlik bo'ldim. Mening navramni oldimga kelib shunday tatqim, tatib boqqim bor. Beqishim kerak. Beqish berma, lekin xiyolimda beqish berma, lekin butunlay oldib tatmay. Mening qizimmi, o'zi o'qituvchi, o'zim shuna deydi. Apa, yordamlashib beringlar. Men o'zimizning bolamizni o'zimiz boqamiz. Qanday sharoiti bo'lsa-mu, deygilik biz hamkorlashib beryapmiz. Prinsipim balkim jiqra qarashimiz mumkin, lekin prinsipimiz bolalarning cho'qim onadan oldigan bir muhabbat oldigan yeri bor-ku. 3 yoshgacha cho'qim onaning qo'ynida dadining hidini purab yetish kerak. Bu psixik jihatda cho'qim yetarlik bo'lish kerak. Ularning bexatarlik cho'qisi ashningda yetiladi. To'g'ri. Uningdagi 7 yoshgacha bolaning har bir ishini ona bundaq jarayonni ko'rib cho'ng bo'lish kerak. Bilish kerak, ma bolamning ehtiyoji nima. Endi cho'ng bo'lganda akagan kinlar uning voy opa qusqimashsa pul etib berib. Pul etib berish masalasi emas, ash pulga kim bilan o'tirib yeyish masalasi hozir bolada. Demak, shundaq bir jarayonlarning hammasi ana shu navrisini beqib bergan, yoshlar ota-onasiga berib yo'linib olgan mush bolalardan kelib chiqyapti. Shu bir to'y, nurg'un narsa taqishyapti hozir. El qaynoq murosim paranglari. Endi bunda desak, yoshlarning qilganlarining hammasi xato deganlik emas. Yoshlar hozir terishmisi bo'lmaydi xizmat o'rinda. Ularga besim haqiqatan og'ir. Biz shu bosqichlarni boshdan kechirganga, masalan, ota-onalarimizdan ayrilib, mush markaziy shaharda yashash jarayonida biz bakchi jarayonlarni boshdan kechirdik. Hozirgacha kechiryapmiz. Nima desa, terishmasak bo'lmaydi, o'rganmasak bo'lmaydi yoshlarni shu. Endi cho'nglar yoshlardan ba'zi chog'da og'rinib qoladi. Kelib qo'ysa, beshingni tiqib qo'ysa, ketsa, oq ko'k deb. Amaliyotda qarasa ular haqiqatan xizmatga terishmisi bo'lmaydi, jamiyatning iqimiga moslashmasi bo'lmaydi. Bolalarni endi cho'nglar qo'yib qo'yishning balkim belgilik asosi bor bo'lishi mumkin. Endi ota-onalar asos jihatdan bu yoshda pensiyaga chiqadigan bo'lgandan keyin endi o'rkidan meg'iz tatliq deb navirbek tatliq bilinib ketadi-chi. Unda bo'lgandan keyin endi beqib berishni xato degili bo'lmaydi. Yoshlarning endi yot odamga bergandan, opam dadam baqsa deb ulardan bir xil xushallik izlaydi emasmi? Shuningga endi lekin bayat nabiy adam degandek buni psixik jihatdan aytgandimi, bolalarda har xil o'zgarish bo'ladi-chi. Shunga bu cho'nglarning bolalarga qarab berishi yoki yoshlarning bolalarni ota-onalarga tashlab qo'yishni xato degili bo'lmaydi. Biroq loyiqida, ham ishni loyiqida muvofiq olib borsak, bu ishlar gulguliga keladi. Ana degan yoshlar
aqlliq, masalan, farzand tarbiyalash jihatdan bo'lsin, uy tutish jihatdan bo'lsin, hozir hamma narsa tayyor bo'lgandan keyin hamma yoshlar degan gap emas, boyatinqi degan o tanqidlarimiz. Lekin bir qism yoshlar shunda gulini guliga keltirib, uy deganni chiroyli tutib, voyaga yetkazib, mush ota-onalarning shu narsalar qilgan barliq shu beg'ishlashlarni yaxshi usullar bilan apmangotgan yoshlarimiz. Hamda biz bu yerda bir ayrimliqni jamiyatdagi butun odamning diqqatini tortgan bir qism nachar illatlarni davatimiz-ku. Bu orqali yoshlarninki hammasini qamchilash emas asosiy maqsad. Bo'lsa, shu yoshlarning bir qism yoshlarning tutgan yo'llari to'g'ri, masalan, boyadan ishik ochdiga bolalarning o'zirlam kirib oldi ekan. Bu qanday shaklni qolgandi desam, men bunda o'yladim endi, bu mening yolg'iz mening o'ylashim. Bir qism elchilar bor ishik ochib kirgan vaqtda sal ishni aplashtirolmay, birga ishkini qo'shib qo'ydiganlar borchu. Bunda bo'lgandan keyin ikki taraf o'tirsida biza ziddiyat shakllangandan keyin, mush ishimiz haqni aralashtirgandan, o'z ichimizdan o'zimizga kirmaymizmi deb manda shakllanib qolgan bo'lishi mumkin masalan. Endi bu keyin barbara shakllari o'zgarib, buning akirdigan so'g' salomlar ko'payib, obro'yparastlik aylanib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin bayon biz deb o'tib ketgandek, bu 3 bosqichni qisqartirishga bo'lmaydigan bosqich bu. Ham keynigimi qo'shishimi bo'lmaydigan bir bosqichchi bu. Shuningga hamda yoshlarningki o'z oldiga kirib, o'z oldiga salomiga kirgani xato emas. Biroq uni o'zining yo'li bilan, loyiqi bilan, o'zining tabiati bilan apmasa, bu mu alqishlashga arziydi. Ham yoshlarning bu qarorimi biz uni butunlay xato demaymiz, lekin loyiqda bo'lsin deymiz-da. To'g'ri, to'g'ri. Erkakmi charchaydi? Yelkingizni besib turgan yuksak mas'uliyatni bir az bir yonga qo'yib turing. Ozoda, yarishimliq bir qur kiyim bilan charchagan teningiz rohat topsin. Ruhingiz ko'tarilsin, qaddingiz ruslansin. Varis erlar kiyimlardagi rohatlik dal siz uzundan beri izlayotgan rohatlik shu. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. Ko'p hollarda baxit oddiy bo'ladi deb biz imkoniyat yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, imkon bor mush ishlarni sal oddiylashtirib, yengillashtirib, cho'nglar bo'lsin, yoshlar bo'lsin, rahat holatga kelib qolgan bo'lsa, masalan, mush 3 bosqichnimi, aytadi, masalan, cho'nglar bo'lmasa, o'zi kirsa bo'ladi. Chiroyli berib, cho'nglar bilan bir didorchish, "Ma bolaning bo'yi egizga o'zi, "Ey, bunda bolka, na xil adabli bolka, o'zining qini va" desa, qizma, "Ey, bunda qaraqkan, ha" deb bildi. Ha, bo'ldi. Cho'nglar shunchalik bo'lgandan keyin deb bu cho'ngcha rasmiyati, bunda qog'oz rasmiyatlarni o'tab qilsa, mush bolalarmi hozir iqtisodni bek chiniga kirib ketdi. Hech kimga oson emas. Mayli qiz taraf bo'lsin, mayli o'g'il taraf bo'lsin, ammo oshinchilik endi men ko'pincharak mush qorong'u tarafni jiq ko'rib ketyapman hozir. Chunki mening oldimga shu qorong'ulikqa uchragan azoblar jiqroq keladi. Shunchalik hasiyam daram bilan qilgan to'y bir yilga bormay ajrashib ketmasa, texmanda ishlagan filmlari chiqmay turib, ajrish nisbati bek kuchli. Shu hozirgi yoshlardimi Oye to'y qilib ajrashib, yana bir balani yetim qilib yurgandan to'y qilmasaqli bo'lmadimi? Iqtisodiy besimtiq ish ketib bordi. Bizning ideyimizdagi tayyorligimizni putmayotdi. Uningdan keyin deb endi asli oiladan keladigan baxtdan bakarab ba'zi baxtsizlikmi bo'ladi. Ashdan qarab bo'ldilar deb voz kechdilar. Amaliyot mushtaq voz kechish jamiyatga nisbatan bir yo'qotish. To'g'ri. Bu jamiyatning taraqqiyotida bu bosqich to'y qilib, balliq bo'lib davomlashmasa, o'jan bo'lmaydi-da. Davlatning taqdiriga munosib. Davlatning taqdiriga hozirildilla mana cho'nglarcha balla azlab ketyapti. Shunga bizga 3-chi bola, 2-chi bolaga ruxsat qilyapti. Hozir masalan boshlang'ich maktablarga biz hamda to'liqsizda ishlayapmiz-ku. Boshlang'ich maktabga o'quvchi qabul qilib olsak, har qaysi boshlang'ich maktablarningki sinflari yilda 2dan 3dan qisqaradi. Bu nima? Kirdigan bola yo'q-da maktabga. Shunday. Bu qatan bir ta'xirsiz masala, biz izchil diqqatda bo'lyapmiz. Ammo yana bir nuqtani o'ylasam, hozir endi avtonom rayonimizmi, ko'lami cho'ng zamin. Rayonlar farqi bor. Endi mush markaziy shahar Urumchi siyosiy iqtisod madaniyat markazi bo'lish sifati bilan bir qadar alliqroq saviyada turadi. Shu mushul boya bizimiz cho'ng joylar bo'lsin, kichik joylar bo'lsin, mush tartiblarningki ba'zi bir darajasining ko'tarilib ketishi, ya'ni mishaydan boshlanib qoladi ekan. To'g'ri, to'g'ri. Çünkü hamma ish o'zining imkoniyatiga yarasha bo'ladi. Bu jihatda shu markaziy shahar aholilari sal aqlonlik bilan, o'tirxonlik bilan ish tutqini janub shimolga nisbatan texmi 4 kunlik ulgulik rol o'ynaydi deb qarayman. To'g'ri. Mushu programmalar yo'lga qo'yilgandan keyin men
jamiyatda bakchiq inkoslarni oldim. Anadakin shu qo'yilgandan keyin mo pinglunchilarga qaraymachi. Nim deb inkos bergandi deb. İnkaslar bek yaxshi, bek isil, lekin bir qismlar cho'ng qilmanglar, bolalaringlar cho'ng bo'yatdi. Sizlar qanday qilsizlar ekanini, o'zingdan kelsin degan pinglonlarni yezib qo'yibdi. Bularning deganimi to'g'ri. Biz bu şuarını to'g'ilgan ekanmiz, chuqur o'zimiz rioya qilishimiz kerak. Oldi bilan o'zimiz turtkilik rol o'ynashimiz kerak. Masalan, men ham bir o'rta maktabning o'qituvchisi, ma'rif bilan shug'ullanganimni bu yil 25 yilga qadam qo'ydim. Shaxsan men mishada turib, men kapolat bera olmayman, men oddiy qilaman. Hamma narsani o'zining yo'li bilan qilaman. Endi bunda deganim mundaqli chiqirib yetma deganim emas. Hamma narsa o'zining yo'li bilan men o'zimdan boshlayman. Menmi bezor bundaq qoida usullardan. Men 3 bosqichni chuqur olib borman, lekin o'zining aslidagi moyiti bilan, tabiati bilan olib olayman. Men shunga kapolat bera olmayman. Masalan, men menga o'xshash nurg'un odamlar bor, shunda qilimiz deyotgan, qilmayotgan. Mushu programmalarning turtkisi bilan men boshlasam, Habibadan boshlasa, yana bir aylan boshlasa, men bilan tam do'stlarim boshlasa, hammamiz boshlasak, menimcha bu yaxshilish bo'ladi. Hammadan bezor buningdan. Kim bezor emas deyamayotgan yeri bor. Shunga biz jamiyatninki hamda yuqori qatlam ziyolilar emas, o'rta qatlam ziyolilar bo'lish sifatimiz bilan har qanday ish bizdan boshlansa, jamiyat barbara yaxshilish bo'ldi. Buning mening chuqur ishonchim bor. Yaxshilanib ketadi bu ishlar. Fakat biz sözümüzden erkek aylandıran vaqtlar. Bizning cho'nglarimiz shunday aytdi. Yutqanga qarab tutsuninglar debchi. Mush gap o'zingning ahvolingga qarab ish qil. Har bir oilaning sharoiti o'ziga tushlik. Shuningga qarab qilsak bo'ladi. Bizdan boshlasak bo'ladi. Masalan, bu program chiqqanda shunchalik xushib ketdim men. El qaynoq murosim paranglari. Men bu aslida mushtaq bir ishlarga bek qarshi. Endi o'zim cho'ng qizimning to'yini qildim. O'sha chaqlarni bek deydi, "Shu bolalarni bek aki cho'ng qildik, to'g'ri, endi bari yo'q bir ikki tal bolamizni aki cho'ng qildik." Mening qizim bu shundaq aki cho'ng bo'ldi. Lekin shu har ishni endi menmi bek aldirash, bek chiqishlarni deb ta'kidlamaydim. Lekin rost so'z tarbiyasini o'z tarbiyasi yomon deb mening qizim hatto bizga bir yerim qatim tomoq etib berib baqqandi. Ham o'paylarni tozalab berdi. To'y qilgandan keyin xil vaqtgacha men bu to'yni ish qilib o'ylaganimdek qildim. Yo'q qilayotgan olmaydi. Masalan, cho'ng chaynimi, ash bosqichlarni hammani qildik. Cho'ng chaynimi shundoq bir undan tuqqanlar yig'iliblab, 20 kishilik cho'zdiqala, tuqqanlar yig'ilib tonish qildik, to'yni chiroyli uzatdik. To'ydan keyinlar qizim o'g'lim bilan bir necha qatim kelgandan keyin telefon tursizlar, men Ayshim bilan maqsadim bolalar o'zining uyida nashtilikdan boshlab ish qilish kerak. Men og'zimda so'zlab, amaliyatimda qilsam bo'lmaydi. Ashta qilib yurib, bolalarni Xudodan bilanmi deyishib turib, bolalar jiq kelmagandan keyin uyda bolam, "Men tushib chiqmanglar, jumi tomoq shensiz u bu" deb yurib, qizim 1 yil qolmagan vaqtda uyda to'liq tomoq etadigan. Arial ishdan kelib uyda qo'l-qo'l aplashib, ba'zida o'zi puturib qildigan. Bizni 1 yil bo'lmay turiblar uyga chaqirib shunda "Ey bolam, siz qachonlarda bunday uy tutish, tomoq etishni o'rganib oldingiz?" deb. "Sen o'zing shunda qildigan tursan, opa. Sen qarab men o'rganaman-da. Ba'zida o'ylaydim, jiqishlarni depir planmadim mush bolalarga anamdek" degan, lekin bolalar qila oladi ekan. Shunga meningcha siz desangiz, men desam, Jo'shqin desa, mushu bir sahna. Atrofdagilarmi haqiqatan bezor bo'lganlar bekchiq. Ishning hamma ishni tartib bilan qilsak, nurg'un yoshlarimiz bor. Burungi davr an'anavilikni tashlab etmaymiz. An'anaviliklar zamonaviylikni kirishtirib turib, o'zimizning yutqunimizga qarab, sunib, ahvolimizga qarab o'rnashtirsak, meningcha bu to'y degan bu bosqich bunda qisqarib ketsin bo'lmaydi, yo'qolib ketsin bo'lmaydi. Yoshlarimiz har yerda ilm tahsil qilyotdi, xizmat ishlayotdi. Ularning o haqiqatan bolalarni beqishtas. Bizmi ularga yordamlash bersak, ularmi o'zlarining amaliyoti bol deganga 18 yoshgacha hamroh bo'la olamiz. 18 yoshgacha beqish bu bir nihoyat bir go'zal ehtiyoj. Hem bir qitimlik fursat bu. Mushu orqali bolalarimizni xato qo'shimiz, ularmi bolalarini qanday beqishni, qanday cho'ng qilishni o'rgansin. Hammaning ta'mini o'zi bizda psixikada nurg'un odam "Malim bundaq so'zlab, bundaq qilamsiz" deydi. Biz his qildiramiz, deyman. His qilish kerak. His qilmay turib, sizdan anglaganni, mendan anglaganni qilib olsak yetarli bo'lmaydi. Shunga programmadan suyundim. Mushundaq odamlarimiz bilan muloyiza
sahne en güzel oldu. Evet. Şu yaşlarımızga mı muştaq bir fırsatlarını bereyli. Rast degengidek biz yaxşı başlap bereyli. Gülpiye başlasam, ben başlasam, yani nurgun adamlar şu bu iç kıla alsa, yaşlarımız mı özünün növdüde. Mesela tuğut vakti, 30 yaşından aldı keyini vakti. Ballarımı akıl, idrak tuyuldu, psixikasımız sağlam buldu. Bizden vaxtlarımız hem biz sel baldur hizmetki çıkıp baldur toy kıldık. Hem de hazır onda kılanmaydı. Dal iş toşkan vakitte özünün sağlamlığı mı, balının sağlamlığı mı, akli tefekkür mü, kuş mu, ba vaxtida ulan kılışlık tegişini kılıvazın. 35 yaşını iş bir yerler bağında ballık buluş, ulanı bir çoğun kılış, tirişiş, gayret diyenlerge çık fırsat getirdi. Şuna bu programını menimce nurgun halkımız kollaydı. Rahmat. To'q texmi madad bo'ldi. Bas. Bu joy-joylardan inkaslar kelyapti. Mana bir yaxshi tavsiya, yaxshi bir ulgu chiqyapti. Bak yaxshi bo'ldi edi. Sening paranlarına yana bir qatim menga bir zo'r ilhom bo'ldi. Erlik səfəri uzun səfər. Bu yolda mərdanı qiyabətingizni yıllarga o'ttirib qo'ymang. Her yığına, her yipida sıptılık, inçkilik əks etken varis erler kiyimleri özdeki yuqori süpət bilen özümge boğan işençimni yanıma aşurdu. Her qandaq sorun, her qandaq muhitda men varis erler kiyim keçeklerini işenç ve razımellik bilen tanladım. Varislarga mas, qametlerge xas, varis erler kiyimleri. Bugün hem de bu çoğunçay doğrusu paranlaştık. Hem de ebebede siz hem kız çıkarıpsız. Nurgulluğun muşunda murasimlarının üstüde oldunuz. Hem de merkez şehir Ürümçideki şu çoğunçaylarınki hazır ahvalıda yukarı boğanda qanchalik qimmatda şu çoğunçaylarının çıkımı bulup El kaynak murasim paranları. Bu o'xshamaydi ekan juma. Ba'zi cho'ngchaylar haqiqatan 5 joza bilan oxirlashyapti. U endi normal chiqim deb qaraymiz uni. 10 joza, 15 joza undan keyin bizdagi davozlik bilan maslahatchini cho'ngchay bilan birlashtirib oldik. Unda bo'lgandan keyin ba'zida texim yo'g'onab ketyapti. Ish qilib cho'ngchaylarga dasturxon qo'yganni hisoblamasak, gap qilmay qirg'anlikni qo'yib ketadi deb o'ylayman. Chunki agar maslahatchi bilan birlashtirib, kelgan odamlar so'g'aldiga ishimizni yiqilib ketdik. So'g'atdan chiqib ketdik. Shu masalan kelgan odamlarga xotir qolsin deb bir narsalarni taqiqlayapmiz. Amaliyotda oshning bu bak zaruriyati yo'q. Biz faqat shu setiqchilarni bayqildi ekanmiz. Hammamizga unda bergan narsalar uyda tizivatdik. Sırapçılık ciddi ehtiyojlik emas. Aşnandan başlap bizning tamoqlarimiz oddiy emas. Bir joz to'shish kerak. Tamoq to'shqandan boshqa mana o'xshash tatliq turum bor. Mevchi bor. Anadagi filmga ilishlar bor. Ba'zida yaxshiroq qilman deb san'atkorlarni taklif qiladi. Rasmiy to'yning umumiy ishqib sal kishiltilgan to'y. Meningcha endi shuni buncha bo'la qilib etmay. Buldu, masalan, sazlar bilan o'tirib 20 kişilik adam deb o'tlagan sorundumu? Chiroyli tunishib, chiroyli tamoq yeb, sen kim, men kim deyishib, bir salom saatlarni qilishib, naqsh usullar bilan uzatqilimi buldi. Bultur bir do'stimning otisi tuqqandiq, voy dasturxon ichib ukam deb, voy qanday tayyor qildingsan? İşte çoğun işki joza deb. Çoğun işki joza. Aşağıda oturup şundaq chiroyli o'tdadik, naqsh usullar bilan, shunda kulki chaqchaq bilan 3-4 saat bek chiroyli boshlandi. Keyin to'ymi shunda undan bo'ldi. Aştaq bo'lsa to'y, hech kimga ig'ir kelmaydi. Endi to'y hayotida bir qitimliq ish deb buningdan boshqa to'ydi degan yoshlarning qildigan nurg'un ishlari bor, sonra yo'tkildigan ishlar bor degandek endi bek chiqqu. Muşnun bilan balalarga ig'ir kelib ketyapti. Shuni qiziqib so'rayaptimi? Hozir endi bu cho'nchayda endi ayollar asosan tashabbuskor, asosiy rol oladi ekan. Erlar asosan bir mavjudligini saqlab erlarni turg'izib qo'ydi. Shuni buningdan biz toza ko'p daxil bo'lib ketolmaydi ekanmiz. Endi hozir shu sandiq ichish degan shu cho'nchayda bo'ladigan. To'g'ri shu. Dal shu sandiq ichish qizliq molni Mavu amsi bizning qig'inimiz deb ochudam cho'ngchayda. Burumi batdi bu iliqi qizni yo'tkab menishni men kichik vaqtlarimda adlarimning to'yini qilganda qizni yo'tkab mangan chaqda ma bizning qizga otig'inimiz deb yotgan ko'pak gilam, anadagi qochqucha, zinnat buyumlari qizni yo'tkab manganda yo'g'on bir kozubkisi bor mashinaga shularni besib kirdigan kiyim-kechaklarni yo'q. Shu vaqtda maxsus dasqa ochadiganlar bor, qo'shoqlar bilan shundoq chiroyli.
Hozirmi cho'ng choylarga men bir qancha cho'ng choyga berib baqdim. Maxsus cho'ng choyni o'rinlashtiradigan shirkatlar qurilibdi hozir. Bu bozor ehtiyojida ham desamda. Har qanday bir narsa paydo bo'lgan chog'da shuni qarta bozor shakllandi ekan. Endi bularmi chiroyli ochdi ekan qo'shoqlar bilan bu hamda Junxo madaniyatining xalqiy adabiyotning bir uzilmay davomlashishi bo'lgan bir yaxshi yuzilnish. Buni shundaq so'rinlarda, shundaq faoliyatlarda deb kelmasak odatdagi vaqtlar degil bo'lmaydi hamda bu qo'shoq degan narsalarni. Shunga bek chiroyli ochdi ekan, lekin bu chiroyli ichish yana yaqin yillarda qanday bo'ytibdi desa, madihiya. Noit bu ota-ona deganni shundaq endi ya qizning opasi ya o'g'ilning opasini shunchalik dunyoda tepilmaydigan, noit bir biz tasavvur qilolmaydigan tasavvurimizdan hal qilgan bir buyuk odamga aylantiribchi, bir tarafni sundagandek his qilib qoldi ekan odamchi. Shuning hamda bularmi shu qarshi tarafninki shu ishni qilayotgan odamning ig'ziga qarab qiladi bu ishlarni. Endi ba'zi dasturxon bu narsalarni qanday qilamiz degandan choyning egisi manchi pul deysa, mana bunday ko'rsatsa shularning ehtiyojiga asosan qiladi ekan. Lekin endi bu faoliyatlarning bo'g'inimi yaxshi, shu faoliyatlarniki. Lekin loyiqida bo'lmasa bizni abayan qilayotganimiz shu, bizar qilayotgani shu. Loyiqida bo'lmagan tabiatimizdan olqigan, iqtisodimizdan olqigan, amaliy ahvolimizdan olqigan, yotqinimizdan chiqib qolgan put. Mandaqcha aytganda. Shundaq-ku bizni bizar qilayotgan, bizni uxlatmayotgan, ichimizni qimildatayotgan narsa dal choy, cho'ng choyda gunoh yo'q. Kichik choydami gunoh yo'q. Shu choyga qilayotgan odamning ruhiy dunyosidagi isrofchilik, dog'vozlik, hayotning cho'ngchilik. Endi biz buni cho'ng choy deb atadik. Cho'ng bilan yo'g'on degan gapning farqi bor-ku. Bu cho'ng bilan yo'g'on ikkisi ma'nodosh so'z. Biroq tus farqi bor. Cho'ng choyni biz hozir yo'g'on choyga o'zgartirib oldik. Yo'g'onchilikqa o'zgartirib oldik-ku. Bu cho'ng degan gapni yo'g'on degan gapga. Shunga buni loyiqida ilmiy olsak, bu to'ydan keyingi nurg'un ko'ngilsizliklarning, baxtsizliklarning oldini ola oladi. To'g'ri. Haqiqatan endi to'ylashish bu bir tabiiy qonuniyat. İnsanların yaşayış jarayonida tabiiy shakllangan ehtiyoji, ijodni avlodga ulaydigan, taraqqiyotni ilgari suradigan bir jarayon. Lekin bu kichik choy bo'lsin, cho'ng choy bo'lsin, bu faqat odamlarning kashfiyoti. To'g'ri, to'g'ri. O'xshamagan millatlar, o'xshamagan rayonlar o'z amaliy ahvoliga asosan imkoniyatiga yarasha shakllantirgan bir qoida usullar. To'g'ri. Shuni deyman, endi biz yo'qning dardi yomon deymiz, yana ta'kidlab qolaman. Biz moddiy sharoitimiz to'yilmagan, imkoniyatlarimiz jar bermagan davrda haqiqatan shu topganni shu bosqichlarda qilgan. Ham hozir bu islohot etishdan keyingi davrimiz degan osmon zimin farq qiladi. To'g'ri. Moddiy sharoitimiz nihoyatda yuqori ko'tarildi, turmush sifatimiz o'sdi. Biz hozir moddiydan ma'naviyat qurilishiga yuzini ketib boramiz. Shunga bu yerdagi bizningki go'zallik qarashimizni, estetik qarashimizni, ehtiyojimizni yanada moddiy manfaatga bog'lab qo'ysa, bu bizning yana bir iqtidoriy holatimizni ko'rsatib qo'yadi. To'g'ri, to'g'ri. Shunga buni cho'qim bir islohot qilish. Masalan, shu siz degandek cho'ng choydagi hamma narsa moddiyatni dasturxonga chiqarishning zarurati yo'q. Masalan, choy qilib bo'lgandan keyin azaldan biz shu yemak ichmak bilan boshlaymiz ishni. Non, bunda tuz, choy, andan keyin masalan qizga ko'ngil ifodalaymizgo, qizni cho'ngga ota-onaga chiqilamiz-go. Aşınçılık qilib bak yaşam daram qilyapmisa, qiz balag'im hozir qizlarga jiq elishni xolamaydi, chunki to'ydan keyin evalimizda hammani to'kib olmaydi. Sal ixchamlashtirsa, kelgan odamlar mana shu jo'zimi ixcham bo'lsa, andan keyin ras basxo'rlik choy aylanib qoldi. Boy deganga o'xshash cho'ng choy desa, haddidan ziyod cho'ngiltyapti, endi yig'ishtiram baslishyapti. Voy meni mundaq qilgandem, men mundaq qilay. Siz chiqib bir poson qo'shib ekansiz, men chiqib bir poson qo'shib ekanmiz. Mayli unda bo'lsa, hozir to'ynuqliqku. Masalan, to'yga mash 1-20 ming qo'ylik jo'za. Qanchalik yeb, ashni pakis tugitamiz. Ko'nglimizga yarasha sirab bo'lmasin deb evalimiz. Kim uyga apirib 100% yedi ashni. Faqat aşağıdan sal izat atıp durup, evalıda uyga apirib yana tashlaymiz uni. Şuna bu to'yning bo'lsin, choyning dasturxonlarni addiylashtırsak. To'y yo'q hozir hammamiz to'q. Jixiganning dadi shu. Samirib ketdi. Qo'riqlayman deb bir-biriga munosabat. Bu nima desa partiya hukumatimiz hozir umumyuzlik Alloh saviyaga yetish shavqonshi qo'ydaymiz. Buni bu siyosat o'tirg'i chiqili xil uzoq bo'ldi. Butun umumyuzlik hamma odamni kiyim butun qo'suq-to'q qilamiz deb, shu siyosat uchun partiya hukumatimiz oz bo'lmagan badallarni to'ldi. El qaynoq murosim paranglari. Xalqmo shu nishonga, shu mubiyoga yetish uchun
zo'r tirishchanliklarni ko'rsatdik. Demak, 2023-yili bizdagi eng cho'ng o'zgarish nima bo'ldi? Alloh saviga yetdik. Mushu Shavkan Sho'xiy degan mushu mubiyoga yetdik. Yetgandan keyin endi bu nima desa, hozir biz deyotgan mushu isrofchilik, mushtaqvozlik nimadan kelib chiqyapti desa, holimizning yo'qolligidan kelib chiqyapti, Alloh saviyadan emas. Ko'z tumanda katta. Bu endi Alloh saviyaga yetish degan gap umumyuzlik hamma odam o'rtaq bir xil bosqichda, Alloh bosqichida yashab, yaxshi turmush kechir degan gap. Bu isrofchilik qil, holingni cho'ng qil, yana bir bo'lmagan jamiyatning umum yuzlanishiga, jamiyatning ittifoqiga yoki jamiyatning taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatib, bo'lmaydigan shundoq bir hamma odamni bezor qiladigan qoida usullarni keltirib chiqa degan gap emas. Endi biz haqiqatan o'zimizning holimizga boqmay nurg'un ishlarni ijod qilib ketdik. Bir do'yinda bir tangliq bir kishimiz shunday dedi, bizga hozir bir ilmiy tadqiqotning natijasiga hech kim quloq solmaydi. Bartaxundan birisi chiqib, "Ani qilinglar, mani qilinglar, mau foyda qildi ekan, mau ziyon qildi ekan, mani bunday qilinglar" deslamki, shunga ergishadiganlar yo'q deb. Amaliyotda shunday ilmiy programmalarni, shunday yaxshi programmalarni ko'rib, shundan zo'q elib, o'zida bir o'zgarish yasab, dunyo qarshida belgilik bir estetik qimmat bilan mau to'g'ri ekan, mau xato ekan deyotganlar bekchiq bu programmaga bo'lgan ko'z qarashim bek yaxshi. Lekin yana bir qism odamlarning tishig'i tegib qo'yishimiz mumkin. Endi odam bilan odam o'xshamaydi. Biroq biz yanala ayrimlikni ko'zda tutyapmiz, umumiylikni ko'zda tutyapmiz. Bizning ko'zda tutganimiz umum xalq ehtiyoj bo'lgan, jamiyat ehtiyoj bo'lgan, ehtiyojli bo'lgan jamiyatning umumiy taraqqiyotiga, partiya hukumatimizning shuarlariga mos kelgan bir xil ideya bu. Bu ideyani meningcha qo'llaydiganlar bekchiq. Bu yaxshi yuzlanish bo'lib ketadi. Buningda shaxsan mening irodam qanday mustahkam deb o'ylayman. Bu shunday ilmiy fikrlarimiz, mulohizlarimiz, bilishlarimiz bo'lgan chog'da bizningki ishlarimiz, tutgan yo'limiz sog'lom yo'lda bo'lishi mumkin. Rahmat, bugun yaxshi kam kishida paranglashdik. Balki yana buningdan boshqa temalarimizni shirin suhbatlarimiz davom qilishi mumkin. Hurmatli ko'rmanlar, bugun ikki muallim bilan shu cho'ng joylarimiz haqidagi mulohizni qanot aytganimizda yaxshi paranglashdik. Ishinaman, bizningki bilishlarimiz, to'nishlarimiz oydinlashgandala ish harakatlarimiz qalbiga tushadi. Bilmaslik ayib emas. Bilib turib, qarisiga qarg'ulacha ergishish bu bizdagi cho'ng savallik bo'ladi. Hammanglarning to'y kunlariga xotirjamlik, xushallik tilayman. Kelasi safar ko'rishaylik. Xayr xo'sh, salomat bo'linglar.